Aynen 여러분, this is Mahikuk. Biz bugun TXT'ni yangi comeback'ini ko'ramiz. TXT debut paytdan beri moa bo'lsam, har bitta shu paytgacha chiqqan albomdagi har bitta muzikani o'zini vibe bor, o'zgacha boshqacha kayfiyati bor. Menga hamma albomlar juda yoqadi. O'ylaymanki, bu albomda ham juda zo'r muzikalar kiritilgan. Klip tizerlari chiqqanda, to'g'risini aytsam, tizerlarini unchalik ko'rmadim. Chunki reaksiya haqqoniy bo'lish uchun menga ba'zi narsalar surpriz bo'lish uchun tizerlarga unchalik e'tibor berib ko'rmadim. Men kanaliga tashlagan bosaman. So, okay, ko'p gapirmaymiz. MVni ko'rishga boshlaymiz. I'm ready. Qiz bola. Nima edi? Aktrisani ismi opam menga o'xshatadi shuni doim. 언제부턴지 몰라도 미지근한 너의 태도 낯설기만 한 표정 말투도 더 무슨 말을 할까 난 또 입술밖에 물어 Every night 나나나나나나 마주보고 있지만 내가 오늘 너의 eyes 미묘하게 어긋나 닿지 않는 거리 나만 있어 끝이 나는 거라 그렇게는 못해 머물러줘 하루에 하루만 더 헤어질 수 없어Onni judayam iqtidorli, chiroyli aktrisa. Menimcha bu klip men kutganimdek emas. Chunki qanaqadir vibe narsa his qilmayman. Uje qanaqadir. Okay, qani oxiriga ko'raylikchi. Balki bir gap bo'lar. 현준 씨. 오내셔도면 인데. Subim bilan bo'lgan pashka qanday romantik o'tdi. TXT'ning genslari har doimgidek boshqacha. Yunjini vokali shunaqangi menga yoqadi, borku вообще yoqadi.
Muzikani tekstlarining periodini taxmin qildim. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Endi hozir bir periodi bilan ko'rib ko'ramiz. Vlog kanalimdagilar bilan shunaqangi bitta qoidamiz bor. Qaysi guruh comeback qilsa, albomda nechta muzika bo'lsa, hammasini eshitib ko'ramiz. Shu muzikani eshitganda qanaqa vibe his qilganimizni, tasavvurimizga nimalar kelganligini o'zimiz vlog kanalimda aktivman. Haqiqiy Mohikokni vlog kanalimda ko'proq ko'rasizlar va meni yanada yaxshiroq yaqindan tanib olish imkoniyatingiz bor. Vlog kanalim hem mana YouTube, Instagramga qaraganda qiziqroq. Nimasi bo'ladi? O'zingizlar kirib ko'ringlar, baho beringlar, fikrlarni aytinglar. Men bir narsa deya olmayman, lekin shuni aytishim mumkin, meni ko'proq bilasizlar o'tda. Qanaqa guruhlarni taniyman, qanaqa guruhlarga fanatlik qilaman. Oldin aytib qo'yib, bu avtoperevod. So'zlari boshidan oyog'idan alkash-ulkash bo'lishi mumkin, lekin tushunsa bo'ladi. Yana videoda nimaga bunaqa so'zlar deb hayron qolmanglar demoqchiman. Okey, boshladik. Qotib qoldi. Bu aktrisani Daramshikli taniydi. Yaxshi kinolarda o'ynagan, ko'p daramalida o'ynaydi. 머물러줘 하루에 하루만 더 헤어질 수 없어 I just stick with you 언제부턴지 몰라도 미지근한 너의 태도 낯설기만 한 표정 말투도 더 무슨 말을 할까 난 또 입술 Mana endi periodini o'qiyapman. Mana endi bu muzika yoqadi. Anaqa vlog kanalimga hali kirsanglar, albom o'sha hamma muzikalarini obzor qilamiz. Sizlar ham kommentda subyektiv fikrlarni yozinglar. Bir-birimiz bilan fikrlab bo'lishamiz. Okey, davom etamiz. Teksti shu paytgacha bittayam yomon muzika chiqarmagan. Muzikasini boshida menga o'xshab boydagi tushunmasligingiz mumkin, lekin periodini o'qib, tarjimasini, ma'nolarini bilgandan keyin odamga yuragiga shunaqangi kira oladiki, tekstina muzikalar вообще xayoldan chiqara olmaydi. Qanaqa muzikani yoqtirasan deb so'rashsa, aynan mana shu tekstina muzikalarni aytadigan bo'lib qoladi keyin. Men bu angliskiy so'zlarni ham mana endi men periodini o'qib tushunyapman. Men bu angliskiy so'z aytganini. Hammasi koreyskiy emas. Dedim bir ikkita so'zlar angliskiysini tushundim. Qo'y hammasi koreyskiy deb o'yladim. Men bu periodini endi o'qib, endi tushunyapman anaqasini. Nima deyotganini, so'zini.
so'zlar. Ma'lumot uchun meni biyasim Yunjun. Ko'z oldimda qotgan ishi. Biroz Yunjun nima qotganini biladi. Yunjun solo albomda Kitsai memberi Daniela bilan collab qildi-ku. Shundan aytadi-ku, anaqada sahna orti jarayonlarida. Bu shunchaki anaqa rashk qilmanglar muala deydi-ku, lekin rashk qilmasdan umidda. Hozir yangi bir narsa kelib qoldi. Bu klipga aloqador emas. Keyin men bu uzugim yozig'imchalik ko'rinmaydi. Anaqaniki. Inayfin memberi Jackga. Menda Yunjun har doim taqib yuradigan sipochkasi bilan u sipochkani brasleti bor. Bundan oldingi videolarda uni taqqanman. Hozirgi biasli eram Chungukga. Zo'r. Hammasi o'tdan butdan. 2 kundan beri Hyunjinga qaytdimmi, qaytmaymi deb yuraman. Menimcha bugun erta qaytib qolsam kerak, chunki uni chiqayotgan videolari dahshat. Stela biladi nima haqida gapirayotganimni. Tем более menga yoqadigan soch stilida hozir u sochi uzun, tepadan rezinka qilib yig'ib yuribdi. Men bolalarni shunaqa uz sochiga olaman. Bitta kameraga gapiramiz. Okay, videoni davom ettiramiz. Men shuncha gapni kimga gapirdim? Men bitta o'sha videoni ko'rib bo'ldim. Unda qarasam o'sha video boshlanmaganda. What? Qaysi joyga keldim endi men? O'sha video menimcha tugab bo'ldi. Shu men bir ish qilaman desam o'xshamaydi hammasi, ha? Bir narsa o'rganaman desam o'sha uni o'rganib zo'r bo'lganimdan keyin, zo'r uchun bo'lganimdan keyin o'sha keyingi ish boshlanadi. U o'rgangan narsalarim esdan chiqib qoladi. Qanaqa hayot bu, a? Endi gaplarim bir-biriga to'g'ri keladimi bilmadim-ku, hozir harakat qilaman keyin joyidan ko'rsatishga. Sorry. Okay, men bu yomg'irli joydan boshlaymiz. Biraz vahşet yomon bo'ldi. Gapirdim, shuncha gaplarni-da. Nima gapirganimni eslamayman. Unda qarasam video boshlanmaganda. Zo'r gaplar gapirdim lekin. Kayin ustidagi chirar ekan. Lekin bir-biriga bo'lganga yoqmadi unchalik. Menimcha bu qo'l harakati Saquchada tushuntirishga menimcha shunaqa edi, ha. Saquchadagi harakatlar. Men endi muzikani vibe'ini, so'zlarini tushunaman. Barchaga qiziqaman bir-ku, kimni qo'liga shunaqa anaqa nini tiqishgan ekan. Qayda tashmasam shekilli. Uni tiqish jarayoni qanaqa bo'lgan ekan? Bir xilla shunaqa qiladi-ku. Bilasizlarmi, ko'rganmisizlar sizlar ham anaqaga. Maktabimizda shunaqa qilardi-yu. Qaragan vaqt qila olmayman deb shaqamni qo'liga burchagini inamda tiqib ko'rib anaqa qilardi. Men qo'rqmas edim, lekin o'rganardim. Qanaqadir g'alati anaqa jirkanib anaqa qilib ketadi-ku. Shunaqa bo'lardi. Bu ham kimni qo'liga shunaqa qilishgan bo'lsa ham, u ham shunaqa qo'rqmaydigan anaqa bo'lgan bo'lsa kerak-da.
o'yin qilib qoladi-ku bir xilla. Okey, mana anaqasi tugatdik. Klip qanaqa, sizlarga yoqdimi? Sizlar kutgandek video chiqdimi? Hammasini kommentda yozinglar. Sizlarni vlog kanalimda kutaman обязательно. Bizda yana kim comeback qilgan? Shart reaksiya bo'lardi unga. Bittada ikkita quyon urib. Intim bo'lish kerak. Kecha chiqdi adashmasam shekilli, ko'rmadim anaqa posterini, klipni posterini o'zini ko'rdim, lekin klipga kirib ko'rmadim. Intimam edi. Okey. Intimnikini keyingi reaksiyada, keyingi videoda ko'rasizlar. Men esa buni hozir overaman. Bittada ikkita quyonni urib, 2 vatmin qilib. Okey. Hammaga bay bay. Klip haqida fikrlarni обязательно yozinglar. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Sizlarni hech bo'lmaganda ili Telegram vlog kanalimda, ili Instagram kanalimda kutaman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga bay bay. Keyingi videoda yana ko'rishamiz. Rahmat.